Hozir Urganch shahridagi qo'y bozoriga o'tirman, lekin stankani ahvolini ko'rib endi bilmadim buni. Stanka dab bo'ladimi yo'qmi? Changini o'zingiz ko'rib turibsiz, bilmadim endi buni. Menimcha stanka dab bo'lmaydi. Afsuski stanka tortadigan joyini o'zi yo'q. Afsuski shunday yomon yo'li bor ekan. Endi bu yomg'ir qorda e'tibor bering, nechga oladi. Sharmanda bo'lsa kerak deb o'ylayman, yana bilinman budan, lekin aniq e'tibor bering, yo'llar juda ham bir abgor holatda ekan. Agar mayli hozir yoz oyi, agar qish oyi bo'ladigan bo'lsa bilmadim bu yo'lning ahvolini. To'g'ri qarang. Sharmanda bo'lyapti, lekin chek olishni o'zi noto'g'ri bo'lsa kerak u beda menimcha. To'g'rimi usta? To'g'ri gap. Chek olishni o'zi noto'g'ri, chunki yo'limiz ahvoli o'zi bir ahvol bo'lyapti, yana chek olib. Endi bu qish oyida bu yo'lni nima tasavvur etdim ishchiligini. Ozon bilan qo'y bozoriga keldim. Qo'y bozorining ahvolini ko'rib, to'g'risini aylanib qoldim. Birinchi giraverishda umuman chang deb atadi. Ikkinchi navbatda umuman sharoit yo'q. Changini ko'rib o'zlaringiz juda ham yomon. Lekin shunday sotuvchilar aytishi bo'yicha juda ham ko'p chek so'raladi ekan, e'tibor beringlar. Juda ham yomon. Umuman pasini yerini e'tibor beradigan bo'lsangiz, вообще sharmanda bo'lyapti. Chang teylari umuman qaramim bilinmancha dedi, lekin pullangandan keyin menimcha chiroyli qilib qo'yish kerak. Boshqa tumanni qo'yxonalarini e'tibor beradigan bo'lsangiz, qo'y bozorlarini juda ham yaxshi akkurat, lekin bu yerda juda ham bir na porядок va na boshqa narsa bor. Albatta bu videoni bilaman, qo'yni ya'ni o'sha sotuvchilarni ustidan qaraydigan odam, ya'ni bu yerga girdi chiqdini ta'minlaydigan odam menimcha buni ko'rib chiqsa kerak. Juda ham yomon, to'g'risi aytadigan bo'lsam. O'zi kichikgina bozor, yana buni sharoitini yaratmay qo'ygandan keyin juda ham yomon ahvolda yotibdi hozir. Shuni bir taxlab chiroyli qilib qo'ysangiz-da, menimcha sotuvchilar ham sizlardan to'g'risi minnatdor bo'ladi deb o'ylayman. Lekin afsuski bu holatimiz yaxshi emas. Albatta fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Yana nov kamchiliklari bor edi hozir. To'g'risi men bunchal to'g'risi birinchi galishim, lekin juda ham bir yaxshi emas-da. Boshqa yerlar ham borib kelganman, lekin bu yer undan betar bo'lib yotibdi. Teylarini e'tibor beradigan bo'lsangiz juda ham yomon. Tozalab, chiroyli qilib to'qlab yoki bir takizlab qo'ysalar ham yaxshi bo'lardi. Ayniqsa hozir bu mayli yoz, lekin qish oylarida вообще sharmanda bo'ladi. Mana qarang, musorni qarang, bu qo'y boqadigan yermi ham musorxonada o'tiriblar. Atrofi to'liq musorxona. Bundan lekin ish bo'lmaydi-dan to'g'risi. Men hayron qoldim. Chekni noga olinib turibdi bu yerda. Giraverish chek olib turibdilar, lekin chang bo'lib yotadi to'g'risi. Bu to'g'ri gapdan narsa emas-da. O'zingiz ham aytinglar, vijdonan ishlang. Ozgina bo'lsam, chunki shuncha odam bu yerda oilasini boqishga turibdi. Hech kim ish qisqandan gamaydi. Afsuski, hozircha bu yerni taxlanib qo'yibdilar. Menimcha buni mutasaddi tashkilotlarimiz ko'rib chiqadi degan umiddamiz, chunki bu yo'limizni, bu joyimizni taxlab qo'ysalar yaxshi bo'lar edi.